Sovchilar bizlarni aldashgan ekan. Qizinglarning qo'lini sovuq suvga tekkizmaymiz deyishgan, lekin doim kelinlarning qo'li sovuq suvda bo'lgan. Endi bemalol sovchilarning gapiga ishonib qizinglarni uzatursanglar ham bo'ladi. Bizga ham O'zbekistonga xuddi shunaqa apparatdan keldi. Men turk blogerlarda, rus blogerlarda ko'rganimda juda ham havas qilgandim. Bizlarning O'zbekistondagi kelinlarda ham shunaqa bitta apparat bo'lganda, qo'limizni sovuq suvga tekkizmas deydigan. Shunaqa apparatdan bitta olsanglar, qo'linglar umuman sovuq suvga tegmaydi. Ham top-toza bo'ladi. Uyinglar bakteriyalardan umuman xalos bo'ladi. Ko'chmaydigan narsalarni ham bir zumda ko'chirib tashlaydi. Qariylar qizlar oynalarni ham shapillatib o'zi yuvib tashlaydigan. Chaqqon kelinni o'zi ekan. Qo'linglar sig'maydigan mana bunaqa batareyalarni ichini ham qo'linglar qichib tozalaydigan bo'lsanglar, shuncha kirni ko'rar ekansizlar. Qizlar 7 yildan beri shu uyda yashaydigan bo'lsam, umuman shu batareyani ichiga qo'lim kirmagan ekan. Shu apparatni olganimdan keyin shuni ham shu yerda sinab ko'rishga qaror qildim va sizlarga ham bo'lishmasam bo'lmasdi. Albatta batareyalarimizni ichi eng bakteriyaga kirgan to'la joy bo'ladi. Ishonasizlarmi? Mazza qilib ishlatdim. Uyimizning havosi 360 gradusga o'zgarib ketdi. Bitta shu joyni tozalaganimda oshxonam yaltillab qoldi. Endi uyimizni tozalash yanada osonlashdi. Hech qanaqa mo'shi sredstvalarsiz, hech qanaqa machalka gubkalasiz uylarimizni bittagina oddiy suv bilan bug' yordamida tozalaymiz. Ham vaqtinglarni, ham naqdinglarni tejagan holatda ushbu apparatni 20% chegirmada Uzun marketdan xarid qilishga ulguringlar.